Bez zaks beriladigan sutishli kvartirada mana shunday bo'lganman. Chunki biz syomkaga asosan sutishli uylarni qidiramiz и постоянно ishonasizlarmi, zaksiz xonadonlarga duch kelib qolamiz. Bizga syomkaga halol toza joy kerak bo'ladi. Chunki ish halol joyda baraka bo'ladi. O'shaning uchun sarson bo'lib qidirib yuruvdim. Menga shu profilni hozir maslahat berishdi, lekin undan oldin men sizga hozir berilgan uyga obzor qilmoqchiman. Bardakka ahamiyat bermaysizlar. Biz soat 4 gacha почти 10 kishi bu yerda syomka qilganmiz. Bu yerda, kстати, garderob bor, lekin garderob ko'rsam hozir qo'rqib ketasizlar. Bu yerda детский xonasi. Hozir chiqib ketishdi, mana детский xonalari bu. Biz hozir oshxonadamiz, kuxonniy syomkaga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Menga kuxnyasi juda ham yoqdi. Bilasizlarmi, buni men bu yerda uylarni, misol uchun viloyatdan kelib bo'lib ketgan qizlarimiz yoki bo'lmasam viloyatdan kelayotgan kuyovlarimiz to'y qilishi kerak Toshkentda yoki bo'lmasam kelin kutish, kuyov kutish mana shunaqa narsalar bo'ladigan joyga ham olsanglar bo'ladi bu uylarni. Bu hozir 3 xonali katta-katta uy, hozir sizlarga zalni ko'rsataman, yuringlar. Yuringlar qilmang. Bu zali. Vo. Zaliga prosta catering xizmatini chaqirib turib, 15 kishilik joy qilsanglar bo'ladi. Video ham prosta chiroyli. Vannani cho'tka qilib obzor qilib bermoqchiman, chunki reально chiroyli. No, biz asosan vannada syomka qildik. Deyarli 8 soat davomida 10 kishi vannada mana shu kraskani reklamasi uchun ter to'kdik. Biz aytib obzor qilib cho'tka qilib ko'rsatib bera olmayman. No, lekin agar sizlarga uy kerak bo'lsa, viloyatdan kelayotgan mehmonlarimiz, turistlarimiz faqat zaks bilan sizlarga cho'tka uy kerak bo'lsa, mehmon kutish, kuyov kutish, kelin kutishga mana shu uyni sizlarga men tavsiya qilaman. Kuyov-navkarlarga ham maza qilib kutsanglar bo'ladi. Narxlar juda ham arzon. Kunlik kvartira profiliga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki eski ham bo'ladi, yangiliklar ham bo'ladi. Siz bundan bexabar qolib ketishinglar mumkin.